Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz muxlislari. Bugun biza Gullenskiyda biza birinchi etajda bir xonali kvartiramiz sotib qo'yilgan ekan do'stlar. Shuni ko'rsatib o'tamiz. Eshiklarimiz bilan ko'rib turganlaringizdek MDF eshiklardan, yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Devorlarimizga super moy shaboyadan qo'yilgan do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek. Pollarimiz taxta polatilangan. Shivaki firmasining konditsionerlari qo'yilgan. Jalyuzilar qo'yilib tayyor holatda turibdi. Doğru girib yashaydigan do'stlar. Eshiklarimiz girib eshiklarimiz ham yaxshi eshiklardan qo'yilgan, opshib ketilingan. Sanuzillarimiz, pollarimiz kafilatlangan. Devorlarimizga shunday bir chiroyli mramorning atib kafelar qo'yilgan. Eshiklarimiz ham aytib o'tganlarimizning MDF eshiklardan yaxshi eshiklardan qo'yganlar. Kuxnyamizga jalyuzilar qo'yilib, kuxnyalarimiz qo'yilib, hamma narsa tayyor holatda. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q edi do'stlar. Ko'rib turgan hamma jihozlarimiz qoladi. Pulini to'xtalib o'tadigan bo'lsak do'stlar, pulini 270 million so'm deb turibdi. Ozgina kelishadigan yeri bor. Kelsangizlar kelishtirib beriladi. Birinchi etaj, bir xonali kvartira, bahosi 270 million so'm. Kelishadigan yeri bor do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa, nomerlarimizni qoldiramiz ekranlarda. Murojaat etsangizlar, kelib ko'rsatamiz. Esa hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz. Xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar. Like, podpiskani chiqarmanglar.